Imtiyozlar tuzilmadan becharolar tadbirkorlar bilan ishlashdi. Tajribasi asosida har oyda bir oyda 3 marta bo'lib o'tadi. Bundan asosiy ko'riladigan maqsadlar tadbirkorlarga yana ham yaxshiroq biz raqamli yo'lda ishlayman. Tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash yo'nalishi bo'yicha Prezidentimizning tuzilmagan hisob qarori bor. Shunga asosan biz Beshariq tumanimiz 3-toifaga mansub bo'lgani uchun 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan 21%dan kredit beriladi. Bundan tashqari ayollarimizga imtiyoz beriladi. 2% chegirmasi bor. Bu degani 19%dan 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyoz davri faqat foiz to'lanadi. Summasi 3 million so'mdan 300 million so'mgacha pul qildirib berish yo'lidan amalga oshadi. Pul qildirib berish qanday deganda, firmangiz bor bo'lsa, o'shani yanada rivojlantirish uchun, bo'lmasa issiqxona qurish uchun, chorva qurish uchun, oziq-ovqat bilan barcha yo'nalishlarga kredit beramiz. 100 million so'mlik garovsiz. 100 million foizga garov asosida. Bundan tashqari bizning mahalla banklarimiz bor. Mahalla agentlari bu mahalla agentlari bor. O'shalarning tavsiyasiga binoan mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. Bu kreditimiz miqdori 50 million so'mgacha. O'sha o'zini olgan odam loyiha qilib, mahalla loyihasini boshlab beradi. Bu plastikga tashlab beriladi. Erkaklar 25%, ayollar 23%. Bundan tashqari, o'sha respublika bo'yicha belgilab berilgan mahallalarga tanlovlangan xonadonlar biznesga ko'mak kreditimiz bor. O'shanaqa kafilliksiz faqat miqdori 17 million so'm. Kredit tarixi bo'lsa beramiz. Faqat mahalla tarixida sizlar qanaqa murojaat qilsangiz, ochiq tarixga yig'ilish emas. Bu tadbirkorlarning uchrashuvi. Misol uchun siz fermer xo'jaligingiz bor. Qanday narsa kerak bo'lsa, ochiq murojaat qilsangiz, murojaatlarni imzoga qabul qilish.